Sizda hayz vaqtida ko'p qon ketishlar, hayzni davomiyligini cho'zilib ketishi yoki hayzlar orasida qon ketishlar va ultrazvukda polip, mioma deb tashxis qo'yildimi? Ko'pchilik ayollar polip, mioma va giperplaziya kasalliklarini adashtirib qo'yishadi. Aslida bu kasalliklar bir xil emas. Ularni tashxis qo'yish yo'llari bir xil bo'lishidan qat'iy nazar, ularni davolash yo'llari ham turlichadir. Men Zarmet Pratiksa universitet klinikasi akusher-ginekolog shifokori Mamusaliyeva Nigora Abdugaffarovna. Bugun sizlarga bachadon miomasi, polipi, endometri giperplaziyasi haqida oddiy til bilan tushunchalar bermoqchiman va xavfli belgilarini tushuntirib o'taman va qanday qilib davolash yo'llari haqida sizlarga informatsiya bermoqchiman. Bachadon miomasi bu bachadonni asosan mushak qavatdan o'suvchi yaxshi sifatli o'sma bo'lib, u endometri qavatiga ham yoki mushak qavatlar orasida yoki mushak qavatdan serozniy qavatga o'sishlariga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Polip esa bundan farqli o'laroq bachadonni endometri qavatida yoki bo'lmasam bachadon bo'ynini kanalida o'sib chiqadi. Bular albatta belgilari bilan bir-biriga o'xshashi va bir-biridan farqli belgilari ham mavjud. Bundan tashqari bachadon endometrisini giperplaziya kasalligi bor. Giperplaziya kasalligi ham o'z navbatida xavfli va xavfli bo'lmagan turlarga bo'linadi. Bu kasalliklarni tashxis qilishda asosan UZI diagnostika, sonografiya, ya'ni bachadon ichiga suyuqlik yuborish yo'li bilan ham polipni miomadan ajratish yoki bo'lmasa miomani nechinchi darajada, qaysi tomonga qarab o'sib ketganliklarini aniqlash mumkin. Bundan tashqari esa gistroskopiya yo'li bilan ham yaxshi diagnostika qilinadi. Bachadondagi poliplar bu bachadonni ichki qavati, ya'ni endometri qavatida va servikal kanalda rivojlanadigan yaxshi sifatli o'smalar hisoblanadi. Ular bachadonni faqat ichki qavatda o'sib chiqishi mumkin. Bularning belgilari ko'pincha hayzlar orasidagi qon ketishlar yoki hayz vaqtida davomli ravishda yo ko'p qon ketishlar, bundan tashqari aloqa paytida aloqadan keyin qon ketishlar bilan kuzatiladi. Bachadon miomasi esa 3-4 ga bo'linadi. Bachadon ichki qavati va mushaklar orasida va serozniy miomalar deb aytamiz. Bu miomalarni joylashishiga qarab hayz vaqtidagi qon ketishlarni davomiyligi yo ko'p qon ketishlar farqlanadi. Ayniqsa bachadon miomasini endometri qavatida, ya'ni submukozni deb atalgan miomalar ko'proq qon ketishlarga sabab bo'lishi mumkin. Albatta mushak qavatidan ham o'sgan miomalar bu bachadonni qisqarish faoliyatini susaytirganligi sababli u ham davomli ravishda yoki laxta-laxta qon ketishlarga sabab bo'ladi. Agarda faqat serozniy miomalar bo'lsa, ya'ni miomani seroz qavatga qarab o'tishi bo'lsa, bu vaqtda albatta ko'pincha qon ketishlar bilan bu kasallik namoyon bo'lmaydi. Bundan tashqari bachadon endometrisi giperplaziya kasalligi mavjud. Giperplaziyani ham ikki xil turi bor, xavfli turlari, xavfsiz turlari. Bular ham ko'p qon ketishlar bilan namoyon bo'ladi. Davomli ravishda qon ketishlar bo'lishi mumkin, og'riqlar bo'lishi mumkin qorni pastki qismida, ayniqsa hayz ko'rish vaqtida og'riqlar kuchayadi. Bu og'riqlar sekinlik bilan miomalarni hajmiga, ya'ni kattaligiga qarab doimiyga ham aylanishi mumkin. Katta miomalar siydik pufagiga bosim berishi mumkin yoki to'g'ruchakka bosim berishi bilan birgalikda ayollarda siydikni chiqmay qolishi yoki bo'lmasam najasni chiqishida ham qiyinchiliklar tug'dirishga olib kelishi mumkin. Albatta, agar polip, mioma, giperplaziya deb tashxis qo'yilgan bo'lsa, ayollarimiz bir necha gruppaga ajratiladi. Bu gruppalar 9 yoshdagi ayollar gruppasi va menopauzadan oldingi gruppalar va menopauza yoshidagi gruppalar. Agarda ayollarda ortiqcha vazn bo'lsa yoki qandli diabet kasalligi, qon bosimini oshishi, ya'ni
gipertoniya kasalligi mavjud bo'lsa, bu holatda bunday qon ketishlarni sababi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u bo'lsin polip yoki mioma yoki giperplaziya tashxisi qo'yilgan bo'lsin, bundan qat'iy nazar ularni albatta yoshiga qaramasdan bu risk gruppadagi ayollarni birinchi navbatda davolashdan oldin endometriy qavatini tozalab gistologik tekshirishdan o'tkazib keyin davolash kerak, chunki gipertoniya, semizlik yoki sahrli diabet kasalliklarida endometriy rakiga risk, ya'ni xavf kuchayadi. Qolgan ayollarimiz agar bunday kasalliklar, qo'shimcha kasalliklar bo'lmasa, u holatda albatta 40 yoshdan keyin bunaqa qon ketishlar bo'lsa, ular ham gistologik tekshirishdan o'tkazilishi kerak. Tug'ish yoshidagi ayollarimizda esa yondashuv umuman boshqacha. Xuddi shunday aytib o'tganimdek, yoshiga qarab, kelajakda ularni yana farzand ko'rishni plan qilyaptimi yo'qmi, bu tomoniga qarab, qo'shimcha kasalliklariga qarab davolash yondashuvi, tekshiruv yondashuvlari turlicha bo'ladi. Tekshirish metodlari основной bizda ultrazvukovoy diagnostika, ya'ni UZI qilish, saline sonografiya deyiladi. Ultrazvuk orqali ham bachadon ichiga izotoniskiy rastvor yuborilib ko'rish metodi va juda ham yaqqol ko'zga ko'rinadigan optik ko'rish, bu gisteroskopiya yo'li bilan bachadon bo'shlig'ini tekshirib ko'rish va tashxis qo'yish juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Xo'sh, davolash metodlarimiz qanday? Bu kasalliklarni biz simptomlariga qarab, ayniqsa miomalarda agar asimptomatik, ya'ni ayol kishida hech qanaqa qon ketishlar bilan namoyon bo'lmasa-yu, agar miomalar aniqlansa, ularni razmerlari kichik bo'lsa, unda oddiygina kuzatuv yo'li bilan ayolni olib boramiz. Agarda albatta simptomatik bo'ladigan bo'lsa, davomli ravishda qon ketishlar, ko'p qon ketishlar, kamqonliklar, bepushtliklar bilan namoyon bo'ladigan bo'lsa, bu holatda albatta gormonal terapiya, konservativniy yoki bo'lmasam jarrohlik usullarini ham qo'llash tavsiya qilinadi. Aziz ayollarimiz, agar sizda bachadoningizda poliplar, mioma yoki giperplaziya kasalliklari bo'lsa, buni e'tibordan chetda qoldirmang. Hatto agarda sizda bu kasalliklar aniqlanmagan bo'lsa, hayzingizda ko'p qon ketishlar, kamqonliklar yoki hayzlar orasida qon ketishlar yoki jinsiy aloqadan keyin bo'ladigan qon ketishlar, bu sizlarni ogohlantiradigan belgilardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu kasalliklardan ayniqsa giperplaziya kasalligi hatto bachadon endometriy rakiga olib keladigan turlari ham mavjud. Yuqorida aytib o'tganimdek, semizlik, qandli diabet, giperplaziya bilan kasallangan kasalliklar bunga juda ham katta e'tibor qilish kerak. Bundan tashqari bu kasalliklar bepushtlikka ham olib keladi. Miomalarni kattaligiga qarab bular siyishda o'zgarishlar bo'lishiga, suydiqni tutilib qolishiga ham olib kelishi mumkin. Zarmet Pratiksa universiteti klinikasida bu kasalliklarni faqat o'ziga qarab emas, balki ularni to'liq ginekolog ko'rigidan o'tkazib, kerakli bo'lgan qo'shimcha tekshiruvlar orqali aniqlab va ularni to'g'ri davolash yo'lga qo'yilgan. Agarda sizda shunga o'xshagan muammolar bo'lsa, bemalol klinikamizda ko'rikdan o'tishingiz mumkin. Ko'rikdan o'tish uchun esa ekranda ko'rsatilgan raqamlar bilan bog'laning.